juda ham mashhur odamni biografiyasini o'qidim va u o'zi haqida to'xtamasdan men dangasaman deb aytgan. Holbuki u o'zi muzikalniy geniy bo'lgan. U maktabda boshqa fanlardan yaxshi o'qimaganligi uchun o'qituvchisi ularda yaxshi bo'lishini xohlagan. Hammang dangasasan, o'qishda ham, maktabda ham qadriga yetmaysan deb urishgan. U konservatoriyaga deyarli imtihonsiz kirgan paytda ham o'qituvchisiga kirib birinchi gapi men dangasaman deb aytgan bo'lganda, holbuki u hattoki 10 soatlab ham o'sha royalni tepasida musiqa chalishi mumkin bo'lgan. Bu ham hard working inson hisoblanadi. Kim nima desa, o'shani ko'ylak qilib kiyib oladi va o'sha ong ostiga yozilib boravergan. Hammasi ong ostiga yozilib boraveradi. O'zi haqida boshqalarning fikridan kelib chiqib xulosa qiladi. Shuning uchun bolalarimizga eshak mol deb emas, faqat pozitiv so'zlar bilan to'g'ri. Ularga qanaqa ekanligini aytishimiz kerak va ular o'shanga qarab shakllanib boradi.